Barchaga assalom do'stlar, sizlar bilan men Zed va bugungi videomizda qishloq aholisini yovuz moblardan himoya qiladigan golem haqida bo'ladi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, golem ba'zida pillagerlarni bazasida qamalgan bo'ladi. Bugungi videomizda temir golem tarixi va u qanday paydo bo'lganligi va nega aynan pillagerlarning bazasida qamoqda turishi haqida gaplashib olamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ygan bo'lsangiz, videomizni boshladik. Temir golemni o'yin ichidagi ko'plab to'dalar orasida ajralib turadi. Birinchidan, ular do'stona. Bu yaxshi, chunki ular o'yin ichida eng kuchli to'dalar qatoriga kiradi. Ularni faqat Wither va Ender Dragon o'ldirish qiyin. Agar siz do'stona munosabatda bo'lsangiz, ular sizga hech qanaqa zarar yetkazmaydi. Lekin qishloq aholisi birinchi navbatda golemni asosiy himoyasida bo'ladi. Shuning uchun agar siz ularga hujum qilsangiz, golem sizga do'st emas, dushman sifatida qabul qiladi va jangga tayyor bo'lishingiz kerak. Eng qiziq tomoni shundaki, qishloqlar bitta joyda 3-4 tasiga yotib uxlasa, shu paytda golem paydo bo'ladi. Aynan shu yerda savol tug'iladi. Qayerdan bu golemlar paydo bo'ladi? Nimaga ular aynan qishloqlarni himoya qiladi? Bu savollarga javob temir golemning yaralish tarixi bilan bog'liq. Temir golemni kelib chiqishiga to'xtaladigan bo'lsak, bu nafaqat o'yindagi kelib chiqish haqida, balki temir golemlar Minecraft o'yiniga qanday qo'shilganligi haqida ham gaplashamiz. 2017-yilda rasmiy Minecraft blogida ishlab chiqaruvchilar jamoasidan Jeff ismli bosh ijodiy ofitserni yozuvi paydo bo'ldi. Unda quyidagilar aytilgandi. Biz qishloq aholisini o'zlarini qanday himoya qilish haqida o'yladik. Chunki ularning qo'llari yo'q. Dizayn ko'p jihatdan yaponiyalik Studio Ghibli filmidagi ulkan robotdan ilhomlangan edi. Filmda u gul tutadi. Biz golemni qishloq aholisi yaratganini tasavvur qildik. Shuning uchun golem ham o'zlari kabi ko'rinishga ega bo'lishi kerak edi. Bu yerda bir qancha narsalar to'xtalib o'tish kerak. Birinchidan, qishloq aholisining qo'llari yo'q degan gap haqida. To'g'ri, qishloq aholisining qo'llari yopib yuradi, lekin ba'zi kasb egalari, masalan, tosh ishlovchi yoki sayohatchi savdogar, qo'llari ochiq bo'ladi. Ya'ni ular qo'l va qo'llarga ega. Shuning uchun ular biror narsa qurishda qodir emas degani emas. Lekin Jeffning aytmoqchi bo'lgan narsasi, ular qurollarga ega emas. Ya'ni ular o'zlarini himoya qilish uchun qurol yaratmaydi. Bu yerda eng muhim narsa Studio Ghibli filmi haqida eslatib o'tilishi. Jeff aynan 1986-yilda chiqqan Castle in the Sky filmidan ilhomlanganini aytadi. Filmda uzun qo'llari bo'lgan ulkan robotlar bor. Ular temir golemga juda o'xshaydi, lekin o'xshashlik faqat tashqi ko'rinish bilan cheklanmaydi. Filmda robot kichkina qizga gulni taqdim etadi. Bu xuddi temir golemning qishloq aholisi bilan qiladigan harakatiga o'xshaydi. Filmning hikoyasi Minecraft olami bilan bog'liq o'xshashlikni ochib beradi. Film qadimiy sivilizatsiya tomonidan qurilgan uchuvchi qal'aga asoslangan. Ushbu qadimiy sivilizatsiya texnologiyalari hozirgi davrda odamlar juda rivojlangan edi. Robotlar esa ushbu texnologiyalardan bir bo'lib qal'ani himoya qilish uchun yaratilgan. Ko'pchilik robotlar faqat xavf tug'ilganda ishga tushadi va qal'ani himoya qilish uchun harakatga keladi. Qizning ushbu sivilizatsiyalar avlodi ekanligi va uning kuchi asosiy boshqaruvdagi katta moviy kristallardan kelib chiqqan o'xshashligi kuchaytiradi. Minecraft esa buni lapis lazuli bilan taqqoslash mumkin. Shunday qilib video davom etamiz. Minecraftda golemlar o'sha qadimiy sivilizatsiya tomonidan yaratilgan bo'lishi mumkin. Ular hali ham qishloq aholisini himoya qilish uchun ishlamoqda. Bu esa ularni qanday qilib o'z-o'zini paydo bo'lishini tushuntiradi. Lekin qishloq aholisi ushbu qadimiy sivilizatsiya avlodlari bo'lib, vaqt o'tishi bilan ularning qurish qobiliyatlari unutilgan. Xo'p, temir golem kim va u yaralish tarixi va qayerdan ilhomlanganligi haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz deb o'ylayman. Endi esa u nimaga har doim pillagerlarning bazasida qamalib qolish haqida gaplashamiz. O'ylaymanki, bu ancha qiziq bo'ladi. Gap shundaki,